Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz mana shu qamoqxonada mana bu yerda qabzi ko'p narsalar topib sotib o'zimizga foyda qilishimiz kerak. Qanday gol ketdi. Biz boshlaydi. Biz bilan Bitcoin va Yahyo. Hammaga salom, bugun men sizlar bilan Yahyo Bey, ya'ni mamlakatdan ko'ylaymiz va qo'shiqlarni o'zgartiramiz. Bu narsa topdim. Ketdi obedga. Abed. Xuddi хорошо yaxshi. Biz yurgan yo'limizga ko'ramiz. Mana buzoq ushrubu. Mette kimdir yuribdi cho'ta. Qanday ko'rilishi. Setu senda Yahyo ekan. Ana biz sheriklarimiz qamoqxonasiga tushib ko'ramiz. Ochib bo'lmadi. Ochildi. Abed kelmadi. Oshxona ekan. Abed kelmadi. Bo'lmaga berib. Oh, keldi ana qiziq. Smurf miya. Aka sho'tamisiz? Yo'q. To'xta, tush, yop. Bizdan ko'rmaslik kerak, gadoy. Yo'q, nima, ana tashqariga chiqsa, ana uradi. Ay, qaltirayli. Oh, menga bu turkani nimadir berdi. Men qaych topdim. Mana shu yerda bor shekilli. Ana epikdan narsa topdim. Ay, yonimizda yuribdi bu. Oh, do'stlar. To'pda narsa. Oh. Koptok suyak bakal. Qani endi biz buni almashtiramiz. Tak, sen nima berasan? Yo'q. Men sart ko'rsatgan joyim. Men bekda o'shani ana ekan. Ketdi endi. Kiradi bitta 3 ta kola sotib oldik. Coca-Cola. Nima bu? Legendarnidan. Давайте bu labetga ketdik. Qochaman qamoqxona. Men ko'ra ketaman qamoqxona. Do'stlar. Tez berkinishimiz kerak. 20 sekund vaqtimiz bor. Ya'ni yopdik mana tekrar. Oh, yaxshi.
Mana bunaqa. Nima bu endi? Bo'ldi Jimilani kelyapti. Chiqiymikan ama? Qanday chiqamiz? Do'stlar mana chiqdik. U ana yerdan kelyapti hozir. Ush, ehtimoli bor. Do'stlar. Hop, qarang. Shalalala. Shalalala. Do'stlar, mana nima? Yorib tushdi. Eshigimizga tuzli teshib qo'yaylik. Endi qanday qilib chiqamiz? Tepikdan kalit topdim. Nima qilyapsan, qora? Kechqurun yurasan narsan? Bomba. Senda nima yo'q? Senda lapat yo'q. Vay energiyam qolmadi. Ovqat kerak menga. Do'stlar, biz keyingi qismda bundan boshqasini o'ynaymiz, ya'ni biz katta militsiyadan qochishimiz kerak bo'ladi va o'shanda qiziqarli bo'lib ketadi. Ungacha xayr.